Ko'mirxonani odamlardan tortib olib, o'rniga mana shunaqa narsalar qurdik. Noqonuniy edi-da u. Ozgina noqonuniy joyi bor edi. Ozgina noqonuniy joyiga ko'p ham nima emas edi. Mana shu devor yo'q edi. 2 metr, mana shu devorni hisobidan 2 metr tashqariga chiqqan holatda, har bir domni oldiga, domni nimasiga teng hajmda edi. Kladovka qurilgandi. Kladovkani buzib, o'rniga bizga mana shunaqa narsalar qurib berdi. Yangi hokim bo'ldi. Dahshat joylar, dahshat. Xo'sh, nima to'g'risida suhbat qilamiz? Nima to'g'risida suhbat qilamiz? Suhbatni YouTube kanali to'g'risida qilsak-a? YouTube kanali to'g'risida. YouTube kanalini rivojlantirish to'g'risida. Agar YouTube kanalini rivojlantirish, unda o'sishni xohlaydigan inson bo'lsa, YouTube'da doimiy ravishda aktiv bo'lish kerak. Har qanday nimaga vaqt topa olish kerak. Har doim bo'lmasa ham, bir kunga hech bo'lmaganda 1 soat kamida nima vaqt topish kerak. 1 soat. 1 soat shu auditoriyani ushlab qolish kerak. Auditoriyani 1 soat ushlab qolganini hisobiga YouTube sekin-asta rivojlanishni boshlaydi-da. Masalan, men efir ochmasimdan oldin menda aytaylik 15 soat real tomosha vaqti bor edi. 15 soat. Monetizatsiyaga ulanish uchun esa 4000 soat, 365 kunda 4000 soat bitta videongiz olgan bo'lish kerak. 4000 soat ko'rishdi. Ana shu 4000 soat yoki bo'lmasa 3 million qisqa short videolarda, 3 million qisqa short videolarda siz nima qilishingiz kerak? Ko'rish yig'a olishingiz kerak. Ana shunda sizni nimalaringiz, aytaylik, akkauntingiz monetizatsiyaga ulanadi-da, sizni ko'rgan har bitta aytaylik sizni ko'rgan tomoshabin yoki bo'lmasa sizni videongizni kimdir ko'rsa, o'sha ko'rish tomoshani hisobiga sizga haq to'laydi. Bunda agar obunachi ham juda katta rol o'ynaydi. Obunachi agar ko'p bo'ladigan bo'lsa, sizga real o'sha odamlardan reklamalar keladi. Zakripit qilishni o'rganib oldingizmi? Zakripit, masalan, nimani zakripit qilish? SMSni zakripit qilishmi yoki bo'lmasa savolni zakripit qilishmi? Efirdagi izohni. Efirdagi izohni zakripit qilsa bo'ladi. Faqat hozir u funksiyasi menda chiqmayapti. Chunki men 4G da o'tiribman. U agarda zakripit qilish uchun 5G bo'lish kerak. Efirda aytaylik nimasini zakripit qilish uchun ham keyin menga yana boshqa bitta boshlovchi bo'lish kerak. Salmesniy efir ochganman hozir. Salmesniy efirda o'sha
zakripit qiladigan